Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, aholining yong'in xavfsizligi bo'yicha bilim ko'nikmalarini oshirish, ko'ngilli yong'in o'chirish guruhi va qutqaruvchilarning favqulodda holatlardagi harakatlarini muvofiqlashtirishga qaratilgan qo'mondonlik o'quv mashqlarining navbatdagisi Marg'ilon shahrida joylashgan korxona va tashkilotlarda o'tkazildi. Jarayonlarda yong'inni bartaraf etish, zilzila vaqtida fuqarolarni xavfsiz evakuatsiya qilish, jabrlanganlarni qutqarish va tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlikdagi harakatlar sinovdan o'tkazildi. Tafsilotlariga ko'ra, shartli yong'in haqida xabar beriladi. Bo'linmalar yetib kelguniga qadar maskan ishchi xizmatchilarining xatti-harakatlari, birlamchi o't o'chirish moslamalarini ishlatish borasidagi ko'nikmalari tekshirildi. Qutqaruvchilar belgilangan vaqtda yetib kelib, shartli yong'in bartaraf etildi. Yakunida barcha ishtirokchilarning xatti-harakatlariga baho berilib, tegishli tavsiyalar ishlab chiqildi. Kelgusida bu kabi mashqlarning ko'lamini kengaytirish orqali barcha xizmatlarning harakatlarini talab darajasida muvofiqlashtirish, xodimlarning favqulodda holatlarga tayyorgarlik darajasini oshirish muhim ekanligi ta'kidlandi.